Yana bitta menga obuna bo'lganga. Xotinidan qo'rqmaydigan akalar shunday qo'l ko'taringlar, Red Bull beraman. Ya siz mas'uliyatliga qo'l ko'tarib qo'yapsiz nega? Aka, video qo'yib yuboraman Instagramga. Aniq qo'rqmaysiz. Qo'rqadilarmi? Aka, lekin masli ertaga o'chirib tashlaylar demaysizmi? Qo'rqing yo'q xotindan. Bitta gapga tavallud kun. Ukam qahramonlarga bir tabrlab qo'y. Tug'ilgan kunlarim. Tavallud kun. Qahramonlarga xotiningizdan qo'rqmaysizmi? Gap yo'q aka. Omadingiz bersin. Tabriklaymiz aka. Alloh umringizni barakasini bersin. Mana shunaqa atrofingizda tanishlaringiz, yaqinlaringiz ko'p bo'lsin. Sizni yutug'ingizni, muvaffaqiyatingizni ko'rganida hasad qiladigan emas, havas qiladigan, martabasi bundan ham ulug' bo'lsin, o'zimiz yonimizda ukamiz ko'tarilsin deb qalbidan shunchaki yaxshi niyat o'tkazadigan insonlar atrofingizda ko'paysin. Muhimi ota-onangizning qo'llari sizni duo qilishdan to'xtamasin, ularning xizmatini qilishdan siz charchamay to'xtamang.